Так что hammaga salom bo'ladi. Sizlar bilan men yana Dex Minecraft. Bugun sizlar bilan biz Minecraftga mod qo'shishni o'rgatamiz. Qani videoga like o'rnini bosgan bo'lsangiz, qani ketdi. Birinchi o'rinda biz mana bu xabarlarni o'rniga mana bu Telegramdan olish kerak. Meni asabimni buzyapti. Tak. Biz Telegram kiramiz bolalar. Keyin mana Minecraft modlar degan joy bor. Full mesh internet jo'natman chunki yuklab bo'lgan. Shu yerdan shunday desang chiqarish, shuni birorta modni yuklab olasiz. Internet bo'lganimga ne bo'lyapti? Birortasi yuklab bo'lgandan keyin mana bu yerda mana tursangiz bu yerda chiqmaydi. Keyin mana bu bosasiz. Keyin mana bu yerda download degan narsa bor. Shu yerga bitta bosasiz bolalar. Keyin shu yuklagan modlaringiz chiqib keladi. Keyin shu yuklagan modingizni bitta ustiga bosasiz. Keyin och degan narsa chiqadi. Keyin shu yerda ikkilisdan ya'ni men ko'p qilayotganim shunday chiqyapti. Boshqa ilovada och degan narsa chiqadi. Keyin siz o'shani bosasiz. Keyin Minecraftga bosasiz va kirib ketadi bolalar. U Minecraftga kiradi. Hali sizlarga nasl bilan ham tushuntiraman. Keyin shuni import started deb shunday narsa chiqadi. Asli bunday chiqmasligi kerak, chunki men bunday chiqyapti desangiz, yo'q, skinimda butun mayli hech qisi yo'q. Keyin asli bunday chiqmaydi. Просто men qush bo'lganman, shunga bunday chiqyapti. Bosunda hamma rangi ko'rinishlar bilan chiqadi. Men skinim bu ham emas, просто yana ko'p vaqt oldim. Keyin chiqmagan uchun bitta karta ochasiz bolalar. Mana bu karta ochasiz. Ochganingizda shu yerdan nastroykalar chiqadi. Sizlar endi kreativ qo'ymasangiz qo'shilgan bilmay qolasiz. Mana bu resource packga kirasiz va available degan joyga bitta bosasiz. Men turganiki. Keyin mana bu yerda owned 3 degan joy bor. Bossangiz sizda narsa o'sha modlar yuklagan modlaringiz chiqib keladi. Keyin siz aktivni bosib qo'yasiz. Agar bexosdan bosilib ketgan bo'lsa, aktiv kirasizda. Keyin o'sha yerda remove'ni bosib nasib qo'rasiz. Agar o'sha modga qo'shib bo'lgan bo'lsangiz, behavior pakka kirish kerak. Har ehtimol qarshi просто bu yerdan qo'shish kerak bo'ladi. Agar bu yerdan ham o'sha narsangiz yo'q bo'lsa, aktiv kirasiz. Aktiv bo'lib qolishi mumkin. Bu yerda ham yo'q bo'lsa, demak, qo'shmasdan create'ni bosasiz. Keyin chiqmagan joydan umid qilib balki modingiz bo'lar, balki bo'lmas. Mana menda qarang. Pipes Furnit Addon B degan narsa turibdi, lekin resource packda yo'q. Tak. Mana shu mod ish bermagan. Menda bu ham ish bermagan. Mana bu yerda solar shader yo'q, lekin bu yerda bor, lekin solar shader ish bergan bolalar. Baytni create'ni bosasiz. Mana bu create tugmasini bosasiz va shu modingiz paydo bo'ladi. Mana o'zim ko'rsatay. Sizlarga ovqat modini nima qilasizlar? Wizard Store modini qo'shamiz. Behavior packga kirib ko'ramiz. Mana qo'shilmagan, lekin bu yerda turibdi. Va bosib qo'yasiz va create'ni bosasiz. Va biroz zo'rroq, kattaroq modlar bo'lsa, mana shunday narsa turgan bo'lsa, qarang. Ya'ni qo'shilganini yanada bilish uchun mana hozir mana Minecraft degan narsa Wizard Store'li bo'ldi. Demak, u mod qo'shilgan va zo'rroq mod. Shuning uchun shu Minecraftga ham ta'sir qilyapti. Tak bolalar, shunday bo'ladi. Demak, bu Wizard Store modi 100% qo'shilgan degani. Yo'q, flat qilish mumkin bolalar.
Bolalar iltimos like bosib qo'ying. Boshqalar 100 mingta, 100 ga shunaqalar bo'lgan. Biz hattoki 50 ta bo'lmasdan qiynalyapmiz bolalar. Hattoki 50 ta ham obunachimiz yo'q. 30 tami shunaqa bolalar. Iltimos like bosib qo'ying. Keyin men shunaqa videolarni ham ko'p chiqazaman. Kommentariyaga ham yozib qo'ying nima video chiqarishimni. Misol uchun birorta kishi bilan PP viza so'rovga qarshi yo bo'lmasa nima deydi? Ya'ni mana bu nima? Yo'qmi yo'q. Ha. Xullas kommentariyaga yozib qo'ying. Men PUBG Free Fire o'ynamayman. Shunga boshqa o'yinlar libo aytasizlar. O'shani ham o'ynab ko'rishim mumkin. Yo'q, birorta kishi bilan o'yinib o'ynash. Men ana youtuberlar bilan o'yna olmayman. Chunki ular nima qilishni o'zingiz aytasiz. Mana shu modimiz qo'shilganini yana bitta sababi qarang. Mana viza forumlarimiz bizni. Men hozir mana buni qo'yib ko'raman. Qani. Ha. Yo, what's up? Nima bu? Mana bizning viza forumimiz kattaligini qarang. Hatto yonlarida simbyotlar ham bor. Tekin urban bo'lmayaptimi? Yo'q, bu kerak. Qoldirib bildiraman. Shunga mana bu yerdan xullas mod qo'shishni o'rgandingizga umiddaman. Yondirgalka olamiz. Sizlar viza forum modmas deb haligacha yutuqlarga yozib ko'rayotgan bo'lsangiz, albatta bu mod ko'rib borishingiz ham mumkin. Mana sal beriladi. Yo'q, xalaqda. Xullas modlar shunday qo'shiladi bolalar. Keyin nima haqida video chiqishini kommentariyaga yozing. Misol uchun kimniki ko'p bo'lsa, keyin o'shanda video chiqazaman bolalar. Agar shu videoda 500 ta like bo'lsa, men haftasiga mod chiqazaman. 1000 ta bo'lsa 2 kunda bir chiqazaman bolalar. 2000 ta bo'lsa kuniga chiqazaman. Rostdan qanaqani ishtorim. Yo'q. O'ldimi? Rost qotib qoldi bolalar. Ano F bomba bor, o'sha juda kuchliligi qotib qolgan. Mana endi qotmayapti. Qani. F bomba ko'rinib turibdi. Men bitta durbinimni ololmasak, eshitmay ko'rmay qolishimiz ham mumkin. Yo'q, hali ham nasib bo'lmaganmi bolalar? Mana qayta durbin bor edi. Mana portlabdi. Turmush ham yo'q. Qotmayapti. Yo'q. Kelishimga bo'ladi, misol aytib bu mana F bombani kuchi. Mana bekorga ozmuncha qotmagan bolalar, qarang, portlaganini. Hatto shtorm ham o'ldirib yubordi. Bu afsillar shunaqalar tushibdi. F bomb degan shunday bo'ladi. Shunga ozgina qotgan bekor emas ekan. Ozgina emas desangiz, albatta ozgina qotdi. Mana bu yerda chuqur yo'q edi bolalar. Chuqur yo'q edi, o'zim taniyman. Chuqur yo'q edi. F bombaning kuchi bu. Video yoqqan bo'lsa unga like va uni bosib qo'ying, iltimos.